Islam Makhachev is a killer. Islam Makhachev 2015-yilda UFC'dagi debyut jangini o'tkazgan va o'sha paytda dunyoning eng kuchli ligasiga bir paytning o'zida kirib kelgan Rossiya vakillaridan biri bo'lgan. My goodness. O'shanda u hali umidli yosh jangchi edi. Ammo oradan 10 yil o'tib, bugun u pound for pound reytingning eng yuqori pog'onalarida raqiblariga boqmoqda. Big left hand. Ushbu videoda biz Islomning cho'qqiga olib borgan yo'lini so'zlab beramiz va bu yo'l davomida uning yonida bo'lgan insonlarni eslab o'tamiz. He was my father's favorite student. Albatta videoga like bosib, kanalga hoziroq obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. You can run, but you can hide. Futboldan yangi sport zaligacha dunyoning turli burchaklarida o'tkazilgan eng yirik turnirlarda chempionlik g'alabalarigacha. Xuddi Dog'istonda tug'ilgan 100 minglab o'g'il bolalar singari Islom ham bolaligida jangovar sport muhitida ulg'aygan. U dastlab taekvondodan boshlangan, keyin esa ushbu yo'nalishni tark etib, u shu sandaga o'tgan. U yerga uni Makachkalada bir maktabda o'qigan do'sti Abubakar Nurmagomedov olib borgan. Aynan shu seksiyada Makhachev bir necha yil shug'ullandi. Mintaqaviy musobaqalarda g'alaba qozondi, ammo o'sha davrda eng muhim narsa g'alabalar emas, balki u tanishgan insonlar bo'ldi. Aynan o'sha sport zalida Islom Habib Nurmagomedov bilan do'stlashgan. Ko'p o'tmay Makhachevlar oilasi yangi Xushetga ko'chib o'tishdi. Shu bilan Islomga shu sandani tark etishga to'g'ri keldi va bir muddat jang san'atlari uning hayotidan butunlay chiqib ketdi. Islom futbol o'ynay boshladi va hatto respublika chempionatlarida ham ishtirok etdi. Janglarni esa unga faqat ko'cha mushtlashuvlari eslatib turardi. Unda u odatdagidek kurashdagi ustunligi hisobiga g'olib chiqardi. Mana, qachonki sen Makachkalaga tog'larga borsang, u yerlik yigitlarda shunaqa tushuncha bo'lardi, go'yoki shaharliklar kuchsiz deb o'ylashardi. Shu sababli u yerga tez-tez jang qilishga, o'zingni yoki do'stingni himoya qilishga to'g'ri kelardi. Kurash futboldan keyin uning birinchi seksiyasi bo'ldi. Islom 1 yil shug'ullandi, so'ngra Habibga qarab, Abdulmanap Nurmagomedov zalga borib qoldi. Men o'sha zalga birinchi marta kelganimda o'zimni begona his qilmadim. Chunki u yerda hamma yigitlarni bilardim. Ko'plar bilan ilgari ham birga mashq qilganman. Shuning uchun dastlabki kunlardanoq o'zimni yangi joyda emas, o'z uyimdagidek his qilganman. Bu memlardagi kabi yangi zalga keldi holati men uchun bo'lmagan. Bir necha yil davomida Makhachev juda og'ir, hatto telba tartibida yashagan. Uning kuni ertalab soat 6 da yugurish bilan boshlanardi. So'ngra u universitetga borar, darslardan keyin esa mashg'ulotlarga yo'l olar. Zalda 2 soat shug'ullanib, kechasi yangi Xushetga qaytardi. Ertalab soat 8 da zalda bo'lardi. Keyin darrov vokzalga yugurardi, marshrutkaga ulgurish uchun. Necha marta ulgurganimni bilmayman. Oxirgi marshrutga juda erta ketardi. Ko'pincha ulgurmasdim. Shunday bo'lsa ham almashib chiqib soat 10 larda Xushetga yetib borardim. O'sha paytlarda mashq qilishga shunchalik kuchli istak bor ediki, hech qanday charchoqni sezmasdim. Shunday rejimni taxminan 3 yil davom ettirdim. Universitetga o'qib yurgan paytlarimda dastlab meni darslardan musobaqalarga borish uchun ham ozod qilishmasdi. Musobaqalarga tayyorgarlik va safarlar bilan bog'liq xarajatlarni uzoq vaqt davomida Islomning otasi o'z zimmasiga olgan. Ammo qiziqish jiddiy mashg'ulotlarga aylanib borayotganligini anglagach, Makhachev qo'riqchi bo'lib ishga joylandi. Boshliq unga mashg'ulotlarga borish uchun ruxsat berardi. Musobaqalar yoki yig'inlar paytida esa ta'til qilib ish haqqini to'lashda davom etardi. Natijalar chiqa boshlaganida u menga shunday dedi: "Agar sen tayyorgarlik davridasan, mashg'ulot jarayoni ketyapti, ishga kelmasang ham bo'ladi." U uzoq vaqt davomida menga oylik to'lab turdi va men bunga hozirgacha juda minnatdorman. Chunki men shu yo'l bilan o'zim uchun ham yig'inlarga, musobaqalarga borish uchun ham pul topardim. Nurmagomedov guruhida Makhachev eng tez o'sayotgan shogirdlardan biri edi. Juda qisqa vaqt ichida u kurtkali kurashni ancha yaxshilab oldi. Pozitsiyalarini tushunish, nazorat qilish va hatto zarba berishda ham sezilarli o'sishni ko'rsatdi. Islom ko'z o'ngida deyarli hech bir zaif tomoni yo'q, har tomonlama jangchiga aylandi. Men ilgari kurtkali kurash, sambo yoki judo bilan shug'ullanmaganman. Tajribam ham, tayanchim ham yo'q edi. Dastlab menga juda og'ir bo'lgan, chunki faqat erkin kurash bo'yicha biroz tajribam bor edi.
Ammo aynan kiyimda ushlab kurashish menga boshida juda qiyin tuyulardi. Zalda ko'p odamlarga yutqazardim. Shundan keyin asta-sekinlik bilan dzyudo mashg'ulotlariga bora boshladim. Jafar bilan dzyudo uchun mashg'ulotlar orasida alohida vaqt ajratdim. Aynan kurashni o'rganish uchun. Shu tarzda yillar davomida o'rganib, asta-sekin natijalar paydo bo'la boshladi. Islomning birinchi jiddiy yutug'i 2009-yilda keldi. O'shanda 62 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida jang qilib, Rossiya bo'yicha jangovar sambo chempioni bo'ldi. Bu g'alaba unga mamlakat terma jamoasiga kirish va Abdulmanap Nurmagomedov shogirdlari bilan birga jahon chempionatida ishtirok etish imkonini berdi. Ammo o'sha turnir uning havaskor faoliyatidagi eng og'ir sinovlardan biriga aylandi. Islom birinchi bahsda yo'q, keyinchalik chempion bo'lgan Vyacheslav Vasilenkoga yutqazdi va chetda turib, bir necha jamoadoshlari, jumladan Habib Nurmagomedov oltin medalni qo'lga kiritganligini tomosha qildi. Biz o'sha paytlarda juda ko'p vazn tushirdik. U 62 kilogramm vaznga, men esa 57 kilogramm vaznga tushirdim. Abdulmanap aka bu holatdan xavotirda edi. Yoshlar shuncha vazn tushirayotgandan norozi bo'lardi. Hatto kimnidir musobaqadan olib tashlab, boshqasini qoldirish haqida o'ylagani ham bo'lgan. Men o'shanda 18, balki 19 yoshlar atrofida edim. O'sayotgan organizmim bilan vaznim ko'tarila boshladi. 70 kilogrammgacha chiqdim, ammo 62 kilogramm vazn toifasida jang qilishga to'g'ri keldi. O'shanda qanday qilib to'g'ri vazn tushirishni umuman bilmasdik. Juda og'ir bo'lgan. Bu hayotimdagi eng mashaqqatli vazn tushirishlardan biri edi. U mag'lubiyatni og'ir qabul qilganman. Chunki orzuyim jahon chempionatida g'olib chiqish edi. Shu sababli o'zimga baribir mehnat qilishni davom ettirish kerak dedim. O'sha paytda eng katta maqsadim jahon chempionligini qo'lga kiritish edi. 18 yoshda Maxachov kutilmaganda professional janglarda ishtirok eta boshladi. U Magomed Bekbaladze ustidan professional pankratsion qoidalari asosida g'alaba qozondi. Bu jang Tsumada Fighting Championship turniri doirasida Agvalli qishlog'ida bo'lib o'tgan birinchi jangi edi. Bu joylarda Abdulmanap Nurmagomedovning shogirdlari tez-tez yig'inlar o'tkazishardi. Men esa mashhur murabbiy o'z shogirdlarini shu kabi kichik mahalliy turnirlarda sinovdan o'tkazardi. Dastlab oddiy, e'tiborga loyiq bo'lmagan bu jang bugun barcha statistik bazalarga kiritilgan. Havaskorlar safida Islom 2011-yilgacha faol jang qilishda davom etdi. Aynan o'sha yili u butunlay MMA'ga e'tibor qaratdi va 19 oy ichida birdaniga 6 jang o'tkazdi. Ulardan 5tasi muddatidan oldin yakunlangan. Hammasi turli uslublarda. U raqiblarni oyoq zarbalari bilan yiqitar, parterda urib yakunlardi. Mohirona uchburchak usullarini ishlatardi. Faqat kelajakdagi Fight Night chempioni Vladimir Yegayan jangni hakamlar qarorigacha olib bordi. Biroq u ham og'ir bahsda bo'linma qaror bilan mag'lub bo'ldi. Ember Selection va Pro FC kabi jiddiy mintaqaviy turnirlarda raqiblarini muvaffaqiyatli mag'lub etgach, Maxachov 7-0 rekord bilan o'sha paytda postsovet hududidagi eng kuchli promotion Ember Globalga yo'l oldi. Raqiblar darajasi tabiiyki yuqorilay boshladi. Yangi tashkilotdagi debyutida yo'q Islom fransuz jangchisi Mansur Barnoui bilan to'qnash keldi. U keyinchalik Ember va yana bir necha yirik tashkilotlar chempioni bo'ldi. Maxachov deyarli butun arsenalni namoyish etdi. U oyoqqa kirishlar qildi, parterda tomoshabinlarni xursand qildi. Tik turib zarbalar berdi. Va bir necha bor jasorat bilan ochiq jangga kirishdi. Va bularning barchasi uning mashhur burchakdagi murabbiylarning ko'rsatmalari ostida kechdi. Baquvvat fransuz jangchi parterda qat'iyat bilan chiqib olar, 2 marotaba orqadan submission usuliga ham urinib ko'rdi. Islom esa himoyalandi va yakunda bir ovozdan qaror bilan g'alaba qozondi. Oradan bir necha oy o'tib, u ilgari biror marta ham mag'lub bo'lmagan braziliyalik jiu-jitsu ustasi Rander Junior ustidan yana bir g'alabani qo'lga kiritdi.
Lotin Amerikalikning hech bo'lmaganda ikkinchi raund oxirida amalga oshirgan muvaffaqiyatli takedown va nazorat uchun maqtasa bo'lardi. Biroq bu natijaga hech qanday ta'sirini ko'rsatmadi. Emberdagi janglar orasidagi tanaffuslarni Islom jangovar sambo musobaqalarida faol ishtirok etish uchun to'ldirdi. 2013-yildagi turnirlardan birida u Zabit Magomed Sharipov bilan to'qnash keldi. Va uni hakamlar qarori bilan mag'lub etdi. 2014-yil fevral oyida Maxachev Ulan-Ude shahriga borib, ikkinchi bor Rossiya chempionligini qo'lga kiritdi. Bu safar u Nizhgorod viloyati nomidan ishtirok etgan edi. Buning sababi Abdulmanap Nurmagomedov va o'sha mintaqa terma jamoasiga boshchilik qilgan Aleksey Chugarev o'rtasidagi do'stona aloqalar edi. Bir necha yil davomida Habib va Islom navbatma-navbat jamoada 74 kilogramgacha bo'lgan vazn toifasida dominantlik qilishdi. Keyinchalik Islom an'anaviy tog'lardagi jangda MMAga qaytdi va u yerda tajribali Yuriy Iveyevni 2 daqiqadan kamroq vaqt ichida mag'lub etdi. Bizda boshidan tushuncha bor edi. O'zimni akani ortida sinab ko'rishim mumkin deydi. Shuning uchun shartnomada alohida band bor edi. Men kamar uchun jang qilmayman. Agar sen M1da chempion bo'lsang, shartnoma avtomatik tarzda 1 yil yoki 1,5 yilga uzaytiriladi. Har bir kamar himoyasidan so'ng esa shartnoma yana avtomatik cho'ziladi. Shu sababdan men kamar uchun jang qilmaganman. Bizda shunday shartlar qo'yilgandiki, toki men keyinchalik UFC yoki boshqa joy bilan shartnoma imzolay olay. Jangdan so'ng Islom erkin agentga aylandi. Biroq M1 rahbariyatining tashabbusi bilan yana bir turnirda ishtirok etdi. U yerda Ivica Trushchik bilan jang qildi. Xorvatiyalik jangchining muammolari allaqachon vazn o'lchash paytidayoq boshlangan, ammo oktagonga kirgach yanada og'irlashdi. 3 raund davomida Maxachev to'liq ustunlik qildi. Turli pozitsiyalarda parterni egallab, raqibini doimiy ravishda urib turdi. Biroq Trushchik chidab turdi. Hakamlar qarori muqarrar ko'ringan palada Islom texnik jihatdan mukammal harakat bilan teskari uchburchak usulini qo'llab, raqibini bo'g'ib g'alaba qozondi. U professional janglarda 11-0 natijaga ega edi va M1 ligasida tajribali raqiblariga qarshi 4 g'alabaga erishgan edi. Maxachev barcha sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan va bunday natijalar bilan endi hech kim shubha qilmasdi. Uning keyingi jangi albatta UFCda bo'lishi aniq edi. Jangovar sambo bo'yicha jahon chempionati. Aynan shu musobaqada Islom o'zining havoskorlik faoliyatini chiroyli tarzda yakunlashni rejalashtirgan edi. Men Yaponiyada o'tadigan jahon chempionatiga borishim kerak edi. Moskva shahrida barcha yigitlar bilan yig'inlarni o'tdik va parvoz kutilayotgan edi. Men chempionatga uchishim kerak edi. Ammo atiga bir hafta avval menga shunday deyishdi. Senda yurak bilan bog'liq muammo bor. Biz seni yubormaymiz. Maxachev UFC bilan shartnoma imzolagan 2014-yil oktyabr oyida ma'lum bo'ldi. Uning debyuti dastlab bahorga belgilangan edi. U jangga tayyorgarlikni Habib bilan birga American Kickboxing Akademiyada o'tkazdi. Bu Maxachev uchun okean ortidagi birinchi tayyorgarlik yig'ini bo'ldi va hayratlar uni allaqachon bir kunda kutib oldi. Men birinchi marta oktagonni ko'rganimda, o'sha paytda Dog'istonda bizda bunaqa narsa yo'q edi. Bizda faqat gilamlar bor edi. Shunda men Habibga aytdim, iltimos Javierga ayt. Men bu kletkada qanday his bo'linishini sinab ko'rmoqchiman. Ichkariga kirib bir necha raund mashq qilmoqchiman. Javier shunday dedi, bo'ladi, lekin hozir bizda faqat bitta yigit bor. U sendan biroz yirikroq, juda yaxshi zarbador dedi. Habib menga tarjima qilib berdi. Men o'yladim, bu mening AQShdagi AKdagi birinchi sparingim va ular meni kuchli sparing sherigiga qarshi qo'yishyapti. Ammo men dedim, bo'ldi, farqi yo'q. Javier meni ogohlantirdi, uning chap oyog'i juda xavfli dedi. Biz sparingni boshlashimiz bilanoq men darhol ikki oyog'idan ushlab uni yiqitdim. Umuman olganda biz Leon Edwards bilan sparing o'tkazgan edik. UFCdagi debyut jangida Islom raqibi Leo Kuntizni tezda mag'lub etdi. Bu jang Maxachev uchun nafaqat promoshndagi birinchi g'alabasi bilan, balki yana bir sababi bilan ham muhim bo'ldi.
Uning burchagida Abdulmanap Nurmagomedov turgan edi. Mashhur murabbiy o'z shogirdiga AQShda ilk bor jang davomida burchagida ko'rsatma berayotgan edi. Biroq keyinchalik ma'lum bo'ldiki, unga bunday imkon boshqa qaytib nasib etmaydi. Oradan ko'p o'tmay uning vizasi hech qanday izohsiz bekor qilindi. Maxachevning mag'lubiyatlar ustunida hamon 0 soni turardi. Debyutda yorqin g'alabaga erishgan, ikkinchi jang uchun shartnoma olgan edi va uning orqasidan takrorlanmas murabbiy boshchiligida mislsiz jamoa turgandi. Hammasi shuni ko'rsatayotgandi. Braziliyalik Adriano Martinez jangga 2 g'alabasi bilan kelayotgan edi. Oldingi jangida u kutilmaganda Rustam Xabilovni yengib chiqqan. Shuning uchun Abdulmanap uni juda yaxshi tanirdi. Tajribali murabbiy hammasini oldindan sezgandi. Ammo birinchi raundda yuz bergan voqeaning oldini olish unga iloji bo'lmadi. Menimcha mening eng katta xatoyim bu Javier Mendes bilan kelishmaganim edi. O'sha paytda Islam Maxachev jang qilayotgan edi. Islam menga yaqinlashib, balki men zarba berishga kirisharman, tavakkal qilaman dedi. Men unga aytdim, agar zarurat bo'lsa 3 ta raundni ham ber, lekin hech qachon zarba almashinuviga kirmagan. Ammo Javier shunday dedi: "Islam tayyor, ruxsat ber, u buni bajarsin." Men boshimni chayqab bunga rozi emasligimni bildirdim. Ular esa meni ko'ndirishdi. Men bu haqida kundaligimga yozdim va ularni ham shunday yozishga majbur qildi. Chunki men bu rejaga mutlaqo rozi emasdim. O'sha paytda men yosh edim, g'ayratli edim. Har doim jang qilishni xohlardim. Zalda hamma bilan, hatto eng kuchli jangchilar bilan ham ko'p mashg'ulot qilardim. Chunki o'ylardim, bunday bo'lmaydi. Men baribir kurashaman. Balki kimnidir yiqita olmasam, lekin urushda davom etaman. U charchagunicha bosaman, nafasim yaxshiroq. Shuning uchun ustunlikka erishaman. Ana shu fikr meni barbod qildi. Yomon oqibatga olib keldi. Shunday qilib, o'sha nokaut yuz berdi va ikkala jangchining ham karyerasini oldin va keyinga bo'lib yubordi. Martinez keyinchalik UFC'da birorta ham jangda g'alaba qozona olmadi va tez orada promoshonni tark etdi. Islam esa aksincha o'zini tiklab oldi va hozirgacha davom etayotgan g'alabalar seriyasini boshladi. 2016-yil Islam uchun nihoyatda sermahsul yil bo'ldi. Fevral oyida u jangovar sambo bo'yicha Rossiya chempionatida raqiblariga birorta ham ochko bermasdan g'olib chiqdi. Yil oxirida esa o'sha natijani jahon chempionatida ham takrorladi. Bu musobaqaga u yashirincha, hatto UFC'dagi faoliyati xavf ostida qolgan holda borgan edi. Chunki shartnomaga ko'ra u boshqa turnirlarda ishtirok eta olmasdi. Yaxshiyamki hammasi yaxshi yakunlandi. Ammo o'sha davr baribir Islam uchun oson kechmadi. Bunga sabab faqat Martin bilan bo'lgan mag'lubiyat emas edi. Islam aprel oyida oktagonga qaytishi kerak edi. Ammo vazn o'lchov tugagach, uning namunalarida meldoni izlari topilgani haqida xabar chiqdi. Jang darhol bekor qilindi va AQSh antidoping agentligi Islamga vaqtinchalik chetlanish jazosini berdi. Aslida Islam bu preparatni yurak jarrohligidan keyin tiklanish davrida qabul qilgan edi. Keltirilgan dalillar yetarli deb topildi. Natijada antidoping agentligi barcha ayblarni olib tashladi va Islamga janglarga qaytishga ruxsat berdi. Maxachev yarim yil ichida 2 ta g'alabani hakamlar qarori bilan qo'lga kiritdi. Chris Wade va Nick Lensga qarshi janglarda u jami 9 ta takedownni amalga oshirdi. Shu bilan birga kuchli kurashchilarga o'zini bir marta ham yerga yiqitishga yo'l qo'ymadi. Amerikalik UFC jamoatchiligi esa Islamni qattiq uslubda kurashuvchi, ba'zilar esa hatto xavfga bormaydigan ehtiyotkor jangchi deb tanqid qila boshladi. Biroq bu yorliqlar keyin 2 jangdan so'ng o'z-o'zidan yo'qoldi. Birinchi bo'lib uning qo'liga Gleison Tibua tushdi va o'sha paytda tajribali va xavfli raqib hisoblanardi. Bir paytlar braziliyalik jangchi Habibga eng og'ir janglardan birini taqdim etgandi. Ammo Maxachevga qarshi uyquga ketishi uchun 57 soniya yetarli bo'ldi. Keyin Islam navbatdagi raqibi Anoto Johnson bilan jang qildi va o'sha paytda u 4 ta g'alabali seriyaga ega edi. Johnson jangning boshida birinchi takedown amalga oshirguniga qadar yomon ko'rinmadi. Ammo jang yerga o'tishi bilan Maxachev bosqichma-bosqich zarur pozitsiyani egallab oldi. Raqibini qo'lini ushlab, arim-bari bilan ushlab oldi va birinchi raund tugashiga 17 soniya qolganda raqibini taslim bo'lishga majbur qildi. Yangi jangni kutishga to'liq 9 oy vaqt ketdi.
Bunday uzoq tanaffus albatta yoqimli emasdi. Biroq aynan shu narsa unga o'z yurtida, ya'ni Sankt-Peterburgdagi turnirda jang qilish imkonini berdi. U yerda Islomga yosh, jasur va nihoyatda iqtidorli raqib Arman Tsarukan qarshi chiqdi. Gruziyaning Axalkali shahrida tug'ilgan jangchi keng jamoatchilik uchun deyarli noma'lum edi. U jangni atiga 2 haftalik ogohlantirish bilan qabul qildi. Garchi Tsarukan Arman bayrog'i ostida jang qilgan bo'lsa-da, bu UFC oktagonida 2 nafar Rossiya fuqarosi bir-biriga qarshi chiqqan birinchi holat edi. Men shunchaki menga raqib toping dedi. Menimcha Arman menga rahmat aytish kerak, chunki men bilan jang tufayli u UFC bilan shartnoma imzoladi. O'sha paytda men umuman Arman haqida hech narsa bilmasdim. Na uning uslubi, na janglarini ko'rganman. Debyutant deb o'yladim xolos. Bizda jangdan oldin shunaqa voqea bo'lgandi. Biz halol taom topa olmadik. Oxiri baliq yedik. Menimcha bu ham mening karyeramdagi katta tajriba bo'ldi. Chunki u menga o'rgatdi qanday tiklanish kerak, nimalarni yeyish mumkin, nimalarni esa yo'q. Shundan keyin men bunga jiddiyroq qaraydigan bo'ldim. Biz odatda turlicha dietologlar bilan ishlaymiz. Vazn tushirgach esa ularni dam oling deb yuboramiz. O'zimizni bilamiz deb o'ylaymiz. Ammo aslida ehtiyot bo'lish kerak. Organizm uzoq vaqt boshqacha ovqatlanadi. Keyin esa birdan o'zgartirish bu stressga olib keladi. Hech kim mo'jiza kutmagandi, biroq jangda Arman kutilmagan darajada yetuk va tayyor ko'rindi. U Islom bilan birgalikda juda chiroyli kurash jangini namoyish etishdi va kechaning eng yaxshi jangi uchun bonus bilan taqdirlandilar. Makhachev o'z g'alabalar seriyasini 5 ta janggacha uzaytirdi. Arman esa potensial revansh haqida gapirish huquqiga sazovor bo'ldi. Rossiya shimoliy poytaxtidagi turnirdan quvonib turgan bir paytda UFC e'lon qildi. Endilikda raqamli turnirlar muntazam ravishda Abu Dabida o'tkaziladi. Ushbu seriyaning birinchi musobaqasi UFC 242 bo'ldi va tabiiyki unda Habib Nurmagomedov boshchilik qildi. U bilan birga Islom Makhachev ham jang kartiga qo'shildi. Ular Birlashgan Arab Amirliklariga katta jamoa bilan uchib kelishdi. Bu safar asosiy shaxs Abdulmanap Nurmagomedov edi. U uzoq vaqt tanaffusdan so'ng nihoyat o'zining eng iqtidorli shogirdlarini shaxsan kuzatish imkoniga ega bo'ldi. O'sha paytga kelib Makhachev top 15 reytingiga kirgan edi, ammo juda noqulay muammoga duch keldi. Reytingda bo'lgan raqiblarini topish deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Shuning uchun Abu Dabidagi turnirda uning raqibi David Ramos bo'ldi. Braziliyalik jiu-jitsu ustasi ketma-ket 4 ta g'alabada kelayotgan edi. Makhachev g'alaba uchun shoshilmadi. U masofani saqlagan holda sokin jang olib bordi va braziliyalik raqibini barcha kuchli tomonlarini butunlay yo'q qildi. Islom klinchda tizzasi bilan zarba berishga urindi. Birinchi urinish muvaffaqiyatsiz bo'ldi, biroq ikkinchisi aniq nishonga tegdi. Ramos knockdownga tushdi va raund tugaguncha chidab turdi. Ammo bu Islomga navbatdagi g'alabani qo'lga kiritishga to'sqinlik qilmadi. Islom erishgan mahorat va tajriba darajasi unga chempionlik sari dadil yurish imkonini berdi. Biroq jarohatlar, kasalliklar va Covid cheklovlari tufayli u yarim yil emas, balki butun 1 yil davomida jang qila olmadi. Va bu hammasi hech narsadek tuyuldi. Jangovar dunyo Abdulmanap Nurmagomedovning fojiali o'limi haqida xabarni eshitib larzaga tushgan paytda bu voqea hammani chuqur ranjitdi. Faqat jang qilish emas, jang haqida o'ylashning o'zi ham qiyin edi. Habib Nurmagomedov hech kimga bildirmay faoliyatini yakunlashga tayyorgarlik ko'rayotgan bir paytda Makhachev Rosel dos Anyos bilan bo'ladigan jang bekor qilingani haqida xabar keldi. Ularning jangi 1 oy ichida 2 marotaba bekor qilindi va bu holat Islomning 2020-yilda oktagonga qaytish umidlarini butunlay so'ndirdi. Shundan so'ng u yolg'iz o'zi Amerikaga uchib ketdi. U yerda 1 oy davomida tayyorgarlik ko'rdi. Jangga 1 hafta qolganida Habib kasal bo'lib qoldi. Ehtimol men o'sha paytda Habibni kasalxonada borganim paytda yuqtirgan bo'lishim mumkin. Ammo aynan vazn tushirish jarayonida immunitet pasaygach, virus meni ham tutdi. Shuning uchun jangga 3-4 kun qolganda men ham ishtirokni bekor qilishga majbur bo'ldim. Bilasizmi, bu jarayonlar juda og'ir bo'ladi. Inson 2-3 oy davomida tayyorlanadi. Oilasidan uzoqda bo'ladi. Orzular bilan yashaydi. Jangga chiqa olmaslik, ayniqsa
barchasiga shunchalik mehnat qilgan paytingda bu ruhiy jihatdan juda og'ir zarba bo'ladi. 1,5 yil tanaffusdan so'ng Maxach juda ham och edi. Uning oldida juda murakkab vazifa turardi. Bahorda jang qilish, keyin Ramazon sababli tanaffus olish, yozda yana oktagonga qaytish va kuzda Abu Dabidagi turnirda tayyor bo'lish. Bu reja bajarib bo'lmasdek tuyulardi. Ammo bu safar omad Maxach va uning jamoasi tomonda edi. Allaqachon mart oyida u Drift Jubber bilan oktagonga chiqdi. Amerikalik jangchi yaxshi formaga kirgan edi va ketma-ket 3 ta nokautli g'alabaga ega edi. Ammo Islomning kurashi qarshisida u ojiz qoldi. Maxachev har bir raundda bittadan aniq takedownni amalga oshirdi. Yuqoridan ishonchli nazorat o'rnatib, asta-sekin Dobberning barcha kuchini so'rib oldi. Hammasi hal bo'ldi. Yakuniy raundning boshida Islom uchburchak usulini qo'llab raqibini mag'lub etdi. To'rt oy o'tib, Maxachev yana oktagonga qaytdi. U allaqachon top 10 talikka kirgan bo'lishiga qaramay, raqobatchilarning har biri u bilan jang qilishga rozi bo'lmadi. Natijada uning raqibi reytingda 14-o'rinda turgan Thiago Moises bo'ldi. Ko'pchilik allaqachon tushunib bo'lgan edi. Islomni chempionlik yo'lida to'xtatish oson bo'lmaydi. Shunga qaramay, muxlislarning bir qismi hali ham uni tanqid qilardi. Chunki Moises Islomning UFC'dagi birinchi reytingli raqibi edi. Braziliyalik juda harakat qildi, lekin faqat bitta narsa bilan esda qoldi. U Islomni toza usulda parterga tushira olgan yagona jangchi bo'ldi. Qolgan raundlarda esa Islomga faqat bitta takedown kifoya qildi. Jang to'liq uning nazoratida edi. Bu safar u ilk bor turnirning bosh jangida ishtirok etdi va ilk bor 15 daqiqadan ortiq jang qildi. 4-raundda esa Moises qarshilik ko'rsatishga ojiz bo'lib qoldi. Islom esa uni bo'g'ish orqali mag'lub etdi. Jangdan so'ng Islom o'zining katta rejasini aytib o'tdi. Nihoyat Rafael dos Anjos bilan jang qilish, g'alaba qozonish va yilning eng yaxshi jangchisi bo'lish. Yugurib qochishingiz mumkin, lekin baribir yashirina olmaysiz. Hatto UFC rahbariyati ham uzoq kutilgan Maxachev va RDA o'rtasida jang nihoyat bo'lishi kerak deb hisoblagandi. 2 marotaba bekor qilingan jang 1 yil o'tib, ularni yana Abu Dabida to'qnashtirishdi. Ammo taqdir yana qat'iy yo'q dedi. Braziliyalik jangchining jarohati sababli promouterlar shoshilinch ravishda o'rinbosar izlashga majbur bo'ldi. Faqat Dan Hooker jangni qabul qildi. Islom bu holatni shunday eslang. Agar sen to'liq tayyorgarlikda bo'lsang, barcha mashg'ulotlarni o'tagan bo'lsang, lekin raqib jangdan voz kechsa, bu holat hamma jangchilarda bo'ladi. Shunda shunchaki UFC rahbariyatiga qo'ng'iroq qilib aytasan, kim bo'lsa ham bering, faqat jang bekor bo'lmasin. Chunki shuncha tayyorgarlikdan keyin kim raqib bo'lishi muhim emas. Asosiysi oktagonga chiqish. Yangi zelandiyalik jangchi esa o'zini shunday tutdiki, go'yoki qisqa muddatli ogohlantirish ham, xavfli raqib ham uni umuman cho'chitmaydigandek. Hammasi yarim daqiqa ichida o'zgarib ketdi. O'zaro hujum paytida Islom raqibining oyog'iga kirib, jangni parterda davom ettirdi. Hooker tezda panjaraga yaqinlashishga urindi, ammo darhol tuzoqqa tushdi. Oktagon burchagiga yaqin ishlayotgan Maxachev raqibiga hech qanday imkoniyat qoldirmadi. Habibning aniq va o'ylangan ko'rsatmalari ostida Islom Hookerni to'liq nazorat qildi. Uning barcha qo'l-oyoqlarini bloklab, qo'lini ehtiyotkorlik bilan Kimura usuli bilan burdi. Bu g'alaba Islomning ketma-ket 9-g'alabasi. 3-marta bo'g'ish bilan yutgan jangi va top 3ga juda yaqinlashtirilgan natija bo'ldi. Shunday natijalar bilan Islom Maxachev 2022-yilga kirib keldi va to'xtash niyatida emasdi. Nihoyat uzoq kutilgan chempionlik da'vogar jangi Beneil Dariushga qarshi olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ammo yana bir bor uni raqibi emas, balki taqdirning o'zi to'xtatdi. Dariush jarohat oldi. Uning o'rniga reytingda yo'q bo'lgan Bobby Green jangni qabul qildi. Islom amerikalikning gangstercha trash toklarga tabassum bilan javob berdi va hammasini oktagonda ko'rsatishga va'da berdi.
Buning uchun unga atigi 3,5 daqiqa kifoya bo'ldi. Makhachev o'zining 10-g'alabasini ketma-ket qo'lga kiritdi. O'sha paytda butun UFC tarkibida bundan uzunroq g'alabalar seriyasiga ega yagona jangchi pound for pound reytingining yetakchisi chempion Kamaru Usman edi. Ammo bu ham spektaklni tinchlantirmadi. Ular Islomning haddan tashqari tez reytingda yuqoriga chiqayotganligini tanqid qilishda davom etishdi. Yo'q, bu gaplar meni ranjitmang. Eng ko'p tashvishlantirgani hech kim men bilan jang qilmoqchi emas edi. Bu mening karyeramni sekinlashtiradi. Men chempionlik imkoniyatiga erisha olmasdim. Chunki top jangchilar men bilan oktagonga chiqishni istashmasdi. Bu sir emas. Bizning jamoada bu muammo ko'p bo'lgan. Habibda ham shunday bo'lgan, hozir Umarda ham. Bu biz uchun katta to'siq edi. Ko'pchilik aytadi, go'yoki men Bobby Greendan keyin chempionlik jangini sovg'a sifatida olganman. Ammo bu to'g'ri emas. O'sha paytda men ketma-ket 10 ta g'alabaga edim. Bu menimcha har qanday chempionlik jangi uchun asosiy omil edi. Oldinda Islomning yo'lini to'sib turgan yagona 2 nom qolgandi. Dustin Poirier va Justin Gaethje. Ikkalasi ham o'z vaqtida chempionlik imkoniyatini qo'ldan boy bergan edi. Shu sababli Islom uchun kamar uchun jang qilishning real imkoniyati paydo bo'ldi. Va nihoyat Charles du Bronx Oliveira vazn o'lchash jarayonida limitni oshirib yuborgan chempionlik unvonidan mahrum bo'ldi. Natijada uning Makhachevga qarshi jangi diviziondagi yagona mantiqiy variantga aylandi. Islom Makhachev nihoyat o'z maqsadiga bir necha qadam qoldi. U UFC 280 turnirining bosh jangida Abu Dabida sobiq chempion Charles Oliveiraga qarshi oktagonga chiqdi. Bu nafaqat chempionlik jangi, balki butun Dog'iston jamoasi uchun tarixiy voqea edi. Islom o'z yo'lini bosib o'tdi. Yillar davomida u tanqidlar, rad etilgan janglar, jarohatlar va shubhalar orqali o'tgan edi. Endi esa uning yonida eng yaqin odam Habib Nurmagomedov turardi. Ammo bu safar Habib jangchi emas, balki murabbiy, rahbar, otasining ishini davom ettirayotgan inson sifatida qaytdi. Men uni 20 yildan beri bilaman. U butun hayoti davomida mening otam bilan shug'ullangan va otamning eng sevimli shogirdi edi. Islom men uchun ukadek, otam esa uni o'g'ildek ko'rgan. Shu sababdan men bu yerda bo'lishim, otam boshlagan ishni yakunlashim kerak. Menimcha Islom barcha jihatdan kuchliroq. Albatta ayrim xavfli jihatlari bor, ularni biz bilamiz va ustida ishlayapmiz. Lekin umumiy olganda Islom uni bosib o'tadi. Bu so'zlar o'sha paytda ko'pchilik tomonidan shubha bilan qabul qilindi. Ammo Habibning bu bayonoti Islomni bosimdan ozod qildi. Barcha e'tibor Nurmagomedovga qaratildi. Makhachev esa sokin, tayyor va ishonch holatida oktagonga chiqdi. Du Bronxning muxlislari soni kun sayin ortib borayotgan bu olomon har bir qadam bilan o'zlarining shiorini baland ovozda chaqirardi. Chempionning ismi bor. Analitiklar va mutaxassislar ehtiyotkorlik bilan bukmekerlarning koeffitsientlariga hayron edilar. Ularga ko'ra braziliyalikning deyarli hech qanday imkoniyati yo'q edi. Hatto Makhachevning sodiq muxlislari ham Oliveirani erta hisobdan chiqarib bo'lmasligini tan olishardi. Islomning butun karyerasidagi eng jiddiy raqibi edi. UFC tarixida ilk bor oktagonda har bir kamida 10 ta g'alabali seriyaga ega bo'lgan 2 jangchi to'qnashdi. Ammo jang boshlangach, tenglik haqida gap bo'lishi ham mumkin emasdi. Oliveira atiga yarim daqiqa o'tmasdan yerda orqasi bilan yotgan holatda qoldi va uch burchak ushlashga urinib ko'rdi. Keyin esa braziliyalik biroz haddan oshib, klinchda tiqilib qoldi va tashlab yuborildi. Birinchi raund oxirigacha u endi oyoqqa tura olmadi. Islom esa tik turishda raqibini ancha ustun tarzda urib turardi. Charlesning sodiq muxlislari esa hozir u o'z sehrini ishga soladi deb kutishardi. Ammo ikkinchi raund o'rtalarida sehrni Islomning o'zi ishga soldi. U muvaffaqiyatli qarshi hujum qildi. Oliveirani tutdi va qo'rqmasdan u bilan parterga jangni davom ettirdi. Bir necha soniyadan so'ng sobiq chempionning bo'ynida qo'l uch burchagi mahkam yopildi.
Qachonki men bo'g'di. O'sha paytda bilganman, u yo uxladi, yo taslim bo'ldi. Men eslayman bo'g'ganimda, to'liq birlashganimda uning bo'yni mahkam kirib ketganini va men kuchim yetarli ekanligini his qilganman. Bu finish bo'lishini bilganman. O'yladim, u ehtimol uxlab qoladi, urmaydi deb. Lekin men aytganimdek, Olivera biroz og'ir vaziyatni his qilsa, darrov taslim bo'ladi. Intervyu vaqtida Maxachev bu g'alabani Abdulmanap Nurmagomedovga bag'ishladi va ramziy tarzda kamarni jangda yutqazmagan do'stiga qaytardi. So'ng so'zni Habib oldi. Yana bir qiziqarli jihat. Charles pound for pound reytingida ikkinchi o'rinda edi. Islam uni finish qildi. Endi bizning rejamiz Avstraliyaga uchun pound for pound qiroli Volkanovskining uyida u bilan jang qilish. Biz buni qilamiz. Shu tariqa UFC tarixida ilk bor vazn toifasidan qat'iy nazar eng yaxshi ikki jangchi o'rtasida jang tashkil etildi. Maxachev va Volkanovski rekord darajada tezlik bilan pullik translyatsiyalarni sochdi. Baxtiyor UFC rahbariyati Dana White esa tabassum bilan matbuotga bu mintaqada bunday ko'rsatkichlar ilgari hech qachon bo'lmaganligini aytib berdi. Axborot jihatdan bu jang hali ham UFCning eng yirik qarama-qarshiliklari darajasiga chiqmagan bo'lsa-da, sof sport nuqtai nazaridan butun MMA olamida uyushtirilishi mumkin bo'lgan eng yaxshi janglardan edi. Jangni berdi. Maxachev mukammal tayming bilan raqibining oyog'iga o'tdi. Orqasiga chiqdi va u yerda 3,5 daqiqa davomida ustunlikni ushlab turdi. Bu nafaqat bu holat Volkanovskini shunchalik ruhlantirdiki, so'nggi raund butunlay uning foydasiga himoyalandi. Doimiy bosim o'tkazdi va hatto Islamni vaqtga umid bilan qarashga majbur qildi. Raund tugashiga 1 daqiqa qolganda u o'ng qo'li bilan aniq zarba berdi va Maxachevni knockdownga tushirdi. Keyin esa ground and pound bilan raqibini qiynadi. Shunday yakun ko'plab tomoshabinlarga aql bovar qilmas g'alaba kutishga sabab bo'ldi. Ammo bu umidlar hakamlarning qarori bilan chilparchin bo'ldi. Maxachev g'alaba qozondi. Men o'zimni ichimda 3 ta raundni ishonchli yutganimni his qilgan edim. Shu fikrni o'zimga singdirganim ham xato bo'lgan. 5-raundda turib jangni davom ettirishga yoki parterdan chiqishga urinmadim. Chunki o'yladimki jangni allaqachon yutganman. Shu sababli so'nggi daqiqalarda yotganim bu jangni yaqin deb ko'rsatdi. Bu jangda ko'pchilik mendan oson g'alaba kutgan edi. Bu boshqa vazn toifasidan chiqqan yigit deyishgan. Hisob bo'yicha Islam pound for pound reytingida birinchi o'rinda turgan raqibini ishonchli yenggan bo'lsa-da, bu jangdan oldin umumiy taassurotlar hali bir necha oy davomida uning jangchi sifatidagi obro'siga ta'sir qildi. Jamoatchilik hatto revansh haqida jiddiy gapira boshladi. Ammo buni amalga oshirish ikkala vazn toifasini bir vaqtning o'zida to'xtatmasdan iloji yo'q edi. Va Olivera go'zal tarzda Beneil Darishni nokaut qilganida titulli revansh muqarrar ekani ayon bo'ldi. Ammo bu safar Volkanovski ishtirokisiz. Maxachev va Olivera oktyabr oyida Abu Dabida jang qilishi kerak edi. Ammo turnirga 11 kun qolganda asosiy voqea Solish arafasida edi. Braziliyalik og'ir jarohat olib, afsus bilan jangdan voz kechdi. UFC rahbariyatiga esa vaziyatni hal qilish uchun atga bir necha soat kifoya bo'ldi. Turnirga yangi sarlavha paydo bo'ldi. Vaziyatni qutqarish uchun Alex Volkanovski jangga rozi bo'ldi. Bu esa promotorlarga bir katta revansh o'rniga boshqasini tashkil etish imkonini berdi. Ko'pchilik bu almashinuv sifat jihatdan ham yutqazmaydi deb o'yladi. Mana biz shunday qilamiz, dedi Dana White. Bitta jang bekor bo'ladi, biz esa undan ham yomon bo'lmaganini tashkil qilamiz. Bu divizion tarixidagi eng kutilgan revanshlardan biri. White alohida e'tirofni Islam Maxachevga bildirdi. U muammosiz yangi chaqiriqni qabul qildi va endi uning so'zlari Las Vegasdagi UFC PI devoriga yozib turibdi. Biz unga qo'ng'iroq qilib, Volk bilan jangni taklifini berdik. U shunday deb javob berdi. Bu kamar dunyodagi eng zo'r kimligini bildiradi. Agar men eng zo'ri bo'lsam, raqib kimligini farqi yo'q. Siz o'ylaysizmi, men yo'q deyman. Hech qachon qani qilamiz. Turnirdan 1 yil avval Maxachev va Volkanovski ilk bor Abu Dhabi arenasida yuzma-yuz turishgan edi. Endi esa ular yana bir-birining qarshisida, butun dunyo bo'ylab millionlab tomoshabinlarning diqqat markazida. Kim eng kuchli ekanligini butunlay aniqlash vaqti keldi. Revanshdan ko'p narsa kutilganda, ammo uning 3 daqiqada tugashini hech kim kutmagandi. Maxachev jang boshdanoq oyoq zarbalarini ishga soldi va hujum yo'nalishini belgilab oldi. Oradan ko'p o'tmay u xavfli haykik yo'ladi. Keyin esa muvaffaqiyatsiz takedown urinishi bo'lib, u uzoq vaqt etgan klinchga aylandi. Klinch uzilgach, Islam tashabbusni o'z qo'liga oldi. Oktagon markazini egalladi va raqib tanasiga oyoq zarbasini berdi. So'ngra chap to'g'ri zarba va nihoyat biroz oldin o'tmay qolgan o'sha halokatli haykik bu safar aniq manzilga yetib bordi.
Matbuot anjumanida Islom har doimgidek e'tibor markazida edi. U ko'plab savollarga batafsil javob berdi. Uning oila va mehnat haqida aytgan so'zlari esa qisqa fursatda butun dunyo ijtimoiy tarmoqlarida tarqaldi. Mening orzuim shunday edi. Otam bilan onam butun umr mehnat qilgan. Otam haydovchi bo'lgan. Onam esa kafeda ishlagan. Har kuni ertalab soat 6 dan kechqurun kechgacha ishlar edi. Faqat men va akam hech narsaga muhtoj bo'lmasligimiz uchun. Men hayotimni o'zgartirmoqchi edim. Shunday qildimki, endi ota-onam hech narsaga muhtoj emaslar. Allohga shukr, bizning uyimiz, mashinamiz, hammasi bor. Eng muhimi esa baxt pulda emas. Hamma bilsin, hamma boy odamlar ham baxtli emas. Bu 100% haqiqat. Keyingi voqeliklar menimcha barchani yodida bo'lsa kerak. Islom UFC'dagi todsiz qirol, balki bu yerdagi Neymar Dustin Poirierga qarshi kamarni muvaffaqiyatli himoya qildi. Armen esa jangga bir kun qolganda belidan jarohat oldi, jangdan chiqdi. Uning o'rniga Renato Moicano Islomga qarshi bir raund ham bardosh bera olmadi. Va endi Islom oldida chinakam to'siq Jack Della Maddalena turibdi. Yangi divizionda 77 kg eng yaxshilardan biriga qarshi 15-noyabr kuni jang qiladi. Do'stlar, agar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, tarjima yaxshi chiqqanmi, kamchiliklar bo'lsa aytib o'ting, men buni to'g'rilashga harakat qilaman. Obuna bo'lishni unutmang. 100 ming obunachiga birgalikda erishamiz. Barchaga rahmat. Davom etamiz.